Ne bo'ldi qizlar, ajab azoblanib o'tirib ketibsizlar-ku. O'tiraman. Nima bo'ldi? Bu o'rindiqni bayon sirlabdi ekan. Yana mashim degan qo'yg'o. Pul yo'q, pul berib turmayman, pul yo'q. Telefon qilma, adash o'zlab qo'ygan bama pul yo'q. Qattiq pul yo'q, yo'q berib turmayman. Xo'sh. Ojo. Vuzgoy. Hey! Mening pulim bor. Qanday sening oldi men tep oldim buni? Voy, mening pulim tushdi. Juvo yegan chaqda ochiq suv taklab ketgan propaqash, hamsa ochiq suv proyda atib ol. Ras ochiq suv proyda ekan. Shu bilan. So'ramo bu. Baka yo'q deyman o'zgoy. Ojo. Pul topadigan kunmi nima bugun? Men mening pulim tamavo. Nimada bugun namiz pul tepasam mening pulim deb yurgan. Ayadi bir so'm bor. Qanday men tep oldim buni. Voy, men bayanman mayoldan o'tgan, qarsam pulim yo'q. Shundan keyin men kelishim ganha ushqab qoldi hozir. Bu pulim desanglar, sening pulim olib qolam deb bo'lmagan. Ya. Ma gapni desam, baksat turgan gapmi bu? Ha. Ma pulni men 5 yil saqlab, ayolim bilmaydigan birdan-bir yuzgu. Umrni yodib qolmayman. Uju. Yadliq ne? SOS Chijo Sijo Yavliu. Yo, pishlar. Chik pesh u ham bu ham bombay qoldi. Ma pulni men olsam numus qilaman. Ma sening ismingni yozmaganligini qaptim. To'g'ri tutaman. Yo'q, obdan saqla. Ma'qul. Yo, bichara bayqosh. Qılpaq emas to'ya, ayadi bir sibet, boshqa demda bir vuzgoy. Men saqlab baqayjimamisha o'tirib. Tata mashinangni. Tata mashinangni. Nima qildim, atpol. Tat. Yeni sen qo'y, pul so'raydigan shuncha, pul yo'q. Sen o'rinlashtirib ekansan bayatdan ishlarni. Tap qilolmaydi ekansan shu ashtabi ishlarni qilmasa. Yeni pul so'raysan shundanmi? Yo'q, pul so'ramayman. Anglasam seni mashina setib deydi. Men ilib olay degantimdigina asli. Bikar setib qolsa işte. Ha, setib etdim. Nech pul satdi? 150 ming qo'yga. Unda bo'lsa bir pul berib tursan. Ha? Pul yo'q. Amma mashina setib ekansan, o qani pul? Pulni setib etdim. Mashina qanday pulni setib etgan bo'ldi? Pul so'rasanglar pul yo'q. Cha qo'ydim adash. Bugun pul so'rmayman sendan. Bugun sen izdishimda shu bir ish vaqti shundan bir yordam qila olamki deb shu izdimana. Nima ishda? Bir pul olib berib tursin. Qara, pul masala emas. Lekin hozirgi masala pul. Satqan 150 ming qo'yni bir nushinimga berib turgantimdigina berib turing. Men bir jongrong qilib olsam deb. Jongrong qildi, ba'dam vahshiy chiqdi jongrong degandan. Uning keyindan topolmadim. Toniyanmag'dek qilib tutdi jongrong. Jopim kitobdan bir nafasan sapamagandeklam chiqibdi. Ishkina muzdek kana? Ha, muzdek. Bolo. Muzdekchi adash. Biz pul berib turadish. Eng oxir qitim. Ha, muzdek. Ikkalamiz berib tur-a? Ha, muzdek. Ya shu pul berib tur deyman. Ha, muzdek. Beramsa, bermamsa? Va berimi berib turma. Harbiy mana chayma. Ha, muzdek. Berib pul so'rdim, berib tur dedim. Ha, muzdek.
Allah'ını dədivəmə versin. Bana ben yancıkım kulağımı silip sana canlı kıpıraya desem edem tılağı tutsun da ama bir tutmayayım. Maman banda. Adaş. Ve əlaqinimizdən beşə bir gün çıxan bir yardım qılış bada o bir pul verib tutgan gəmdə can çıxsa da qanda qıp gedətkensə. Sen mi bilese, bizden ailemiz küçük, bizden namrat uçuyor. Bu namratçılıkta hatta yuynanmaydık biz. Yuynanmağaçqa biz fakat derezden xalqның yuynğanlarını gördük. Ha? Onu kendim ben bayatım benim banklarımda qep qalğan pulunu tekşirip baktım ki o yuğuna. Bir ömür hiç çıkınma yetip yatsam yetidi eken. Lekin aldığın şartda ayatlam ölsem bo'ldi ekan. Bir gün mü uzak yaşap kalsam yetmeydi ekan. Muşu küçük vaqtimizda manda alam qilsak, qo'limizni sunsak, pul yirtdi haqlar. Aş vaqtini eslab, seg'inib ketdim men. Hozir yo'lning tubida yukinib tanlamsa bermaydi ekan. Bu qalandalni yo'lda ketvatsam, qaçsini tarang-tarang qilib pulini onda langshisi nemish qildi ekan deb ekan men. Hozir o'ylasham ko'z qilgan ekan o pulim bor deb. Bu ay asosiyatdan to'palam yedim, lekin ushtim yaqqan bir yamg'o mening ashtamig'imni yaxshi qilib o'tdi. To'palam yemedim, yamg'oda suv michaldi. Agar men havo yaxshi bo'lmagan bo'lsa, o'lib qoldim juma men suvdan ayrilgan beliqdek. Sen bana bir pul tijab, bir pul saklaydigan bir işini qilib bakmadın mı? Tijgan pullarim jiq. Oldin qapda bir Lamborghini'ni ko'rgandim, olmadim. Shu maydonda 2 million tejib oldim emasmi? Desem, sat shu 3 kun bo'lib qoldi. Cho'ng taratni yerimida uzib yetadigan bo'ldi. So'rsanlar shu och qolaman deb yerimim bo'z tuz. Vallah. Beşen ama ağır günler gelip geçipti. Şu aday pul yok desem işletmezler. Ne man, bir olsan otta ye, kokunda üzüp şüme. Mustek içinler. Bazarı Türk'üm hep selinip ettiler. Tapanmaysılı bundan ki. Rahmet abi.